Onajonlar, sizlar uchun tomdan ham tushdim. Malika Shopdagi asal bo'lgan kiyimlarimizni birgalikda obzor qilamiz. Qani ketdik. Onajonlar, magazinga kirishinglar bilan birinchi bo'lib chap qo'linglarda mana shunaqangi asal bo'lgan, sezonniy bo'lgan ko'ylaklarimiz, eng asosiysi Turetskiy original bo'lgan ko'ylaklarimizni olib kelganmiz. Ko'rasizlar bo'ladi. Bugungi bu yerga bu sezonniy bo'lgan ko'ylaklarimiz to'ylarga, o'tirishlarga bemalol yosh qizlarimizdan tortib oxirigacha yosh o'rta opajon onajonlarimizga mos bo'lgan assortimentlarimiz juda ham ko'p. Bularni o'z ko'zinglar bilan ko'rib, qo'linglar bilan ushlamasanglar baribir qisqamasanglar chiroyligini qaranglar bularimizni. Oversize shaklda ishlangan asal bo'lgan dvoykalarimizni ham xilma-xil assortimentlardan olib kelib qo'yganmiz. Qizlarlar bemalol zakaz bermoqchi bo'lsanglar, nomerlarimizga murojaat qilasizlar. Agar o'zinglarni vaqtinglar bo'lsa, albatta Malika Shop filiallarida kutib qolamiz. Ko'rasizlar, dvoykalarimiz juda ham ko'p. Qo'limizda mana shunaqangi asal bo'lgan, bir-biridan chiroyli bo'lgan rubashkalarimizda, chapqonlarimizda ham rubashka va futbolkalarimizda ham har xillardan bor. Xil bo'lgan to'q dizlami, to'q ko'p, och ko'p bo'lgan xilma-xil bo'lgan shimlarimizda, ip-yo'llarimizda ham qiziq opajonlarimizda, mashqatlarimizda oxirigacha 70 mingdan skidkaga tushgan kilotlarimiz, jinsilarimizni har xillardan olsangiz bo'ladi. Hammanglarni Malika Shopda kutib qolamiz. Assortimentlarimiz juda ham ko'p. O'z ko'zinglar bilan ko'rishga kelinglar.